Assalomu alaykum. 7-mavzu mediana bo'yicha 4-testning yechimlarini ko'ramiz. Ko'rinib turibdiki, bu uchburchaklar yuzalariga bog'liqli mavzu ekan. Testlar to'plami. Demak, birinchi testni ko'radigan bo'lsak, bu qoida shu qoidani nechinchisiga tushadi endi bu? A, B, C uchburchak bo'yicha qoidani mana bunisiga tushirgan. Bu qoidada medianalar chiqsa, medianalar 6 ta teng uchburchakka ajratib qo'yadi uchburchakni deyapti. A uchidan chiqdi, C uchidan chiqdi mediana. Keyin B uchidan chiqdi. Bir nuqtada kesishdi. O'zi A bilan F medianali ko'rinib turibdi. A-F'da. B ham medianaligi ko'rinib turibdi. Endi C'da ham o'z-o'zidan mediana bo'ladi, chunki bular bir nuqtada kesishyapti, K nuqtada. Shuning uchun shu qoidaga tushib, har bittasi to'rtdan bo'ladi. To'rtdan bo'lgandan keyin 4 kara 6 ni topib qo'ysak, 24 degan natijaga erishamiz. Navbatdagi misol bo'yicha og'irlik markaziga C uchidan ham bitta chiziq tortib olsak, nechta uchburchak hosil bo'lib qoldi? 3 ta uchburchak hosil bo'lib qoldi. Bu mana bu qoidaga tushadi. Mana. Medianalarga nuqtada kesishsa, tortsa 3 ta teng uchburchak hosil bo'lib qoladi. Mana bu yerda yuzini topamiz. Bu yerda yuzi 2 ni 4 ga ko'paytirib 2 ga bo'lganimiz, ya'ni 4 ga teng bo'ladi. Qolgan yuzalar ham shunday. Endi 4 ni 3 ga ko'paytirib yuborsam 12 ga erishaman. Navbatdagi misol bo'yicha A uchidan bitta mediana o'tkazib yuborsam 110 ku. Shu bitta yuza necha bo'lib qoladi endi? Bu bitta yuza necha bo'lib qoladi? A, E, G, D to'rtburchak yuzasi 10 edi. Mana bu uchburchak yuzasi bilan mana bu uchburchak yuzasi o'zaro teng. S deb olsam bu yuzalarda. S qo'shilgan S teng 10, S teng 5 bo'ladi. O'zi ko'rib turib ham boshida bilgan bo'lsa kerak ko'pchilik. Endi ishlanish yo'li bilan o'rganishga harakat qilsak shunday bo'ladi. S deb belgilab olamiz. S qo'shilgan S teng 10, 2 S teng 10, S teng 5. Navbatdagi misol bo'yicha to'xtang, buni unda ABC uchburchak yuzini topish kerak. ABC uchburchak degani bu yuzalardan 6 ta degani. 6 kara 5. 6 ta uchburchak har biri 5 dan bo'lsa 30 bo'ladi. D javob. Navbatdagi misol bo'yicha berilganlardan foydalanib ishlaymiz. Mana qaysi qoidaga tushyapti? Mana bunga tushyapti. Katta yuzalar 4S ga keladi. To'g'ri ekan? Bular S ga.
Mana. Bu yuza to'r. Qoida bo'yicha yuzalar bo'linadi. Eng kichkinasi S ekan. Yuqorisidagi 3S. Keyin 4S ekan. Bu ikkalasi teng. S teng to'rtligi ma'lum bo'ldi. Bizga 4S kerak. Shuning uchun 4 4 ga ko'paytirib qo'yaman. 16 ga teng bo'ladi. 5-misolimizda ABC uchburchak berilgan. To'g'ri burchakli uchburchak va A uchidan mediana chiqib, buni to'g'ri burchak uchidan boshlab hisoblaganda 6 va 6 kesmalarga ajratib qo'ygan. Hop. Endi A'dan G'gacha bu mediana. Shu mediana G nuqtada kesishgan bo'lsa, mana bu yer 2x x bo'ladi. Bu uchburchak bo'yicha xulosa qilamiz. ABD bo'yicha xulosa qilamiz. ABD bo'yicha qanday xulosa? Katet kvadrati, ya'ni 6 ning kvadrati teng balandlik tushib ajratgan kesma, shu tomon, shu katet tomondagi keyin ko'paytirilgan gipotenuza. 36 ni 3 ga bo'lsam, x kvadrat teng 12, x teng 2/3. X chiqdi. AB kerak bizga. AB ni A deb olsam, endi xuddi shu yuqorida mana bu qoidani A tomon uchun qo'llayman. Yani A ni kvadrati shu A katetning gipotenuzadagi proyeksiya ham deyiladi shu. U endi 2 ga ko'paytirib qo'ysam 4/3 bo'ladi. Ko'paytirilgan gipotenuzani uzunligi. Gipotenuzani uzunligi 6/3 bo'ladi. Xo'sh, A kvadrat teng 4 kara 2 kara 3 kara 3 9. A teng 2 kara 3 6/2 bo'lib qolar ekan. 5-savol bo'yicha qoida qo'llaymiz. Mana shu qoidaga tushadi. Xo'p, 4S teng 20, S teng 5 bo'ladi. Bizdan shu S so'ragan. S uchidan ham bitta mediana chiqarib olamiz. Keyin B uchidan ham bitta mediana chiqarib olamiz. Nechta uchburchak hosil qoldi endi? 6 ta. 90 ni bo'lamiz 6 ga. 3 ga bo'lsam 30, 3 ga bo'lsam yana 10. 3 ga bo'lsam 30, 2 ga bo'lsam 15. Hop, navbatdagi misol bo'yicha A'dan G'gacha 4, B'dan S'gacha 12,
100 so'ragan. Buni tushursam bu G nuqtadan o'tgani uchun ham mediana vazifasini bajaradi. Yuqorida bissektrisa ham deyapti. Ham mediana ham bissektrisa bo'lgan narsa doim ham balandlik ham bo'ladi. Uchalasi bilinlama birga yuradi. Mana shu balandlik bo'ldi. Endi mediana xossalaridan mediana kesish nuqtasi 2 1 nisbatda kesishgani uchun G dan E gacha deb turib 2 deb olamiz. Shunda AE ni balandlik uzunligi 6 bo'ldi. BC ni uzunligi 12 deb berib qo'ygan. 100 ga topish uchun 6 ni 12 ga ko'paytirib 2 bo'ladi. Shunda 36 chiqadi-da. 36 chiqqandan keyin bitta mana bu 100 ni topish uchun 36 ni 6 ga bo'lib olamiz. Sababi uchidan bitta mediana chiqarib oladigan bo'lsam 6 ta teng 3 burchakka bo'linib qoladi. 36 bo'lingan 6 teng 6. 9-misol bo'yicha. To'qqizinchi misolni ishlash uchun qoidalarimizdan biriga murojaat qilamiz. Keltirib chiqarishda va shu vaqtdan yutish maqsadida mana bu qoida bor edi. Esladingizmi? Ya'ni 5 ta gipotenuzaga tushgan medianani kvadrati katetlarga tushgan medianani kvadratlari yig'indisiga teng degan qoida. Shu yozamiz. 5 va A ning kvadrati teng 4 ning kvadrati qo'shilgan 3 ning kvadrati. Va A ning kvadrati teng, xo'p, 25, 25 ni 5 ga bo'lsam 5 bo'ladi. Shundan va A teng ildizda 5 degan xulosaga kelamiz. Hop, navbatdagi misol bo'yicha bu nima ekan bu? Qizil mediana ekan. Mana K nuqtadan D gacha bo'lgan masofa 2 ga teng bo'lsa, endi shu K dan C gacha bo'lgan masofa 4 ga teng bo'ladi. 2 marta katta bo'ladi. Yoki bo'lmasa A dan E gacha mediana E dan K gacha bo'lgan masofa 4 bo'lgani uchun A dan K gacha bo'lgan masofa 8 bo'ladi. Yozamiz. Mediana 1 12, mediana 2 teng. Xo'sh, 6. Yuqoridagi qoidaga qo'yamiz. 5 ta mediana B uchidan chiqqan degan ma'noni bildirsa kerak. Mediana 3 deymiz. Kvadrati teng 12 ning kvadrati qo'shilgan 6 ning kvadrati. 5 ta mediana 3 ning kvadrati teng 144 qo'shilgan 36. 144 ga 36 ni qo'shsam chi bo'ladi? 0 8 1. M3 ning kvadrati teng 36 6 degan xulosaga kelar ekanmiz. Xo'sh, navbatdagi misol bo'yicha bular G nuqtada kesishyapti, og'irlik markazida kesishyapti, mediana bo'ladi. G dan E gacha 3 bo'lgani uchun G dan B gacha 3 kare 2 6 bo'ladi. Yoki bo'lmasa C uchidan chiqqan SF mediana mana bu C dan G gacha bo'lgan masofa 8 bo'lgani uchun endi G dan F gacha bo'lgan masofa esa nechi bo'ladi? 4 bo'ladi. Shundan mediana 1 12, mediana 2 teng
9 bo'lyapti. Xo'p, 5 ta mediana 3 ning kvadrati teng 12 ning kvadrati qo'shilgan 9 ning kvadrati. 5 ta mediana 3 ning kvadrati 12 bilan 9 Pifagor sonlari 15 ning kvadrati bo'ladi. 3 ning kvadrati teng 15 kara 3. M3 teng 3 ildizda 5 chiqar ekan. BS tomon so'ragan. To'g'ri burchakli uchburchakda bu BS tomon bundan 2 marta katta bo'ladi. A'dadan. Shuning uchun BS teng 6 ildizda 5 bo'ladi. O'n ikkinchi misol bo'yicha, demak, S uchidan chiqqan mana bu chiziq mediana ekan, A uchidan chiqqani ham mediana ekan. Endi mana bu F nuqtadan E gacha bo'lgan masofa 4 bo'lganligi uchun F nuqtadan S nuqtagacha bo'lgan masofa 8 bo'ladi. Shundan mediana 1 teng 12 ligi ma'lum bo'ladi. Ikkinchisi F nuqtadan D nuqtagacha bo'lgan masofa 2 bo'lganligi uchun F nuqtadan A nuqtagacha bo'lgan masofa 4. Mediana 2 6 bo'ladi. Hop, mediana 3 ni topamiz. Mediana 3 so'roq. Medianani kvadratini 5 ga ko'paytirsam 12 ning kvadrati qo'shilgan 6 ning kvadrati 144 ga 36 180 medianani kvadrati teng 36 mediana teng 6 bo'lib qoladi. Endi bu mediana qaysi mediana? Bu mana shu gipotenuzaga tushgan mediana. Hop, gipotenuzaga tushgan mediana gipotenuzani yarmiga teng, shuning uchun gipotenuzani 12 deb olsak bo'laveradi. 13-misolda yechimini topish uchun A uchidan bitta mediana tushiramiz. Bu A'dan E gacha 3 ga, E'dan S gacha esa yana 3 ga teng bo'ladi. Va mana bu yer ham 3 bo'ladi. Endi bu burchak mana 3 burchakka qarang. Mana shu 3 burchakda yon tomonlari 3 dan bo'lgani uchun asosiy 20 beryapti, bu yer ham 20 gradus bo'ladi. Endi bet 40 bo'ladi. Endi bu bunga tengligidan x teng 40 ligi ma'lum bo'ladi. Chunki bu teng oluvchi burchak qoldi-da. Teng oluvchi burchak bo'lib qoldi. Shuning uchun x teng 40. Navbatdagi misolimiz bo'yicha yana DBS uchburchak bo'yicha gipotenuzaga bitta mediana tushiramiz. Mediana teng 2 bo'lib bet k ga teng bo'ladi. Hop. EBS uchburchak bo'yicha asosiy burchaklar 18 dan bo'ladi. Bu yerdagi burchak necha bo'ladi? 30 18 ga 18 36 bo'ladi. Xo'p, boshimizni biroz o'ng tomonga burib qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda uchburchak hosil bo'lib qolgan. Mana teng oluvchi burchakda o'shandan betdagi burchak 36 bo'ladi.
Endi bu burchakka bu burchakda qo'shsam, mana 36 qo'shilgan x bo'ladi. Navbatdagi masala bo'yicha B, D, S uchburchakka qaraymiz. B, D, S uchburchak bo'yicha to'g'ri burchakli uchburchak bu. To'g'ri burchakli uchburchakni o'tkir burchaklar yig'indisi 90 gradusga teng bo'ladi. 30 qo'shilgan x teng va 30 qo'shilgan x bitta burchagi, o'tkir burchagi bitta burchagi 18. Teng 90 bo'ladi. X teng 90, 60, 50, 42 gradus bo'ladi. Hisob kitobi bo'yicha 42 gradus. Javob yo'q. Bu yerda 36 qo'shilgan x bo'lib, bet 36 bo'ladi. Shu yerdan temetda ham 36. 54 bo'ladi. 90dan 54 ayirsa 40, 30, 48 bo'ladi. Bir 90, 20, ayirgan 54. O'ttiz oltiga. Navbatdagi misol bo'yicha tushunishimiz oson bo'lishligi uchun buni kichikroq yozib olamiz. Xo'sh. Mana 80 gradus. ABC bu to'g'ri burchakli uchburchak va gipotenuzaga mediana tushirdik. Mana shunday bo'lib qoladi. B ham teng. Endi AES uchburchak bo'yicha bet burchak 40 bo'ladi. Tenglik burchak deb qo'ygan uchunda. Endi bet 80 bo'ladi. Bu ham teng bo'lib qoladi endi. 3 bo'ldi. Bu yog'i ham 3 bo'ladi. 80 tenglik uchburchak bo'lib qoldi mana bu yer. Shundan bu yog'i ham E'dan S'gacha 3 bo'ldi. E'dan B'gacha ham 3 bo'ladi endi. B so'ragan 6 bo'ladi yig'indisi. Va oxirgi misolimiz bo'yicha yana gipotenuzaga bitta mediana tushiramiz. ADS uchburchak bo'yicha gipotenuzaga mediana tushsa, gipotenuzaning uzunligi 20 edi. 10 dan bo'lib qo'yadi. Uchala kesmalar ham 10 ga teng bo'ladi. Endi A, B, teng uchburchak bo'lib qoldimi? O'shandan beta x bo'ladi. Xo'sh. Mana uchburchak bo'yicha ABD uchburchak bo'yicha asosiy burchaklar x bilan 21. Uchinchi bir burchagining qo'shni burchagi x qo'shilgan 21 bo'ladi. Bu uchburchak teng uchburchak endi. Boshimizni biroz o'ng tomonga burib qaraydigan bo'lsak, teng uchburchak bo'ladi. Bu yerda burchak ham x qo'shilgan 21 bo'ladi.
Endi ichki burchaklarimiz x qo'shilgan 21 qo'shilgan x qo'shilgan 21 qo'shilgan x teng 180 3x teng 180 ayrilgan 42 3x teng 138 bo'lyapti mana. X teng 3 ga bo'lsam 4 46. Mana 4-chi test yechimlari o'z nihoyasiga yetdi. Navbatdagi darsimiz 5-chisi bo'ladi, keyin 6-chisi shu bilan tugar ekan. Assalomu alaykum barchaga. Sog' bo'linglar.